Davlat budjeti loyihasi O'zLiDeya fraksiyasi yig'ilishlarida birinchi va ikkinchi o'qishda hamda Qonunchilik palatasining yalpi majlislarida keng muhokama qilindi. Mazkur muhokamalarda 2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti to'g'risidagi qonun loyihasi asosiy masalalardan biri bo'lib, fraksiya a'zolari soliq va bojxona stavkalarini o'zgartirmasdan qoldirish, iqtisodiy o'sish hisobidan budjet daromadlarini shakllantirishga yordam berishini ta'kidlashdi. Bu esa soliq ma'murchiligidagi islohotlarni jadallashtirib, sog'lom raqobatni kuchaytirish, yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish va mahalliy budjetlarning mustaqilligini oshirishga xizmat qiladi. Qonun loyihasini ikkinchi o'qishga tayyorlash jarayonida fraksiya a'zolari ilgari surgan bir qator takliflar inobatga olingani va hujjat matnida o'z ifodasini topgani qayd etildi. Deputatlarning tavsiyalari asosida loyihaga konseptual ahamiyatga ega bo'lgan ba'zi o'zgarishlar ham kiritildi. Bugungi kunda respublikamizda 100 mingdan ortiq onkologik kasalliklarga chalingan bemorlarimiz dispanser uchun turadi. Va mana shu yuqoridagilardan kelib chiqib prezidentimizning qarorlari bilan Xorazm, Samarqand, Farg'ona viloyatlarida va Toshkent viloyatida mintaqalararo hospislar tashkil qilinishi belgilab berilgan edi. Hozirgi kunda Farg'ona viloyati va Toshkent viloyatidagi hospislar bo'yicha ish to'xtatib turilgan. Shuning uchun men savolmas taklif bermoqchi edim. Taklifim shundan iboratki, hurmatli Jamshid Anvarich, men Farg'ona va Toshkent viloyatidagi hospislarni ishga tushirish uchun qo'shimcha mablag' ajratilishini ko'rib chiqilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xususan, fraksiya tashabbusi bilan Toshkent shahri va Farg'ona viloyatlarida onkologik hamda boshqa og'ir, yuqumli bo'lmagan kasalliklarning kech bosqichdagi bemorlarga statsionar, ambulatoriya va uy sharoitida tibbiy xizmat ko'rsatish imkoni bo'lmaganda, ularga tibbiy psixologik yordam beruvchi hududlararo hospislar tashkil etish uchun budjetdan 50 milliard so'm ajratish rejalashtirilmoqda. Yig'ilish davomida moliyaviy intizom va shaffoflikni kuchaytirish, budjet mablag'larini manzilli yetib borishini ta'minlash davlat moliyasi samaradorligining ustuvor vazifasi ekanligi qayd etildi. Uzoq davom etgan muhokamalardan so'ng deputatlar qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashdi.